Assalomu alaykum, hurmatli Ellikqal'a tumanining aholisi. Mana bizning Tozabog' Oil fuqarolari yig'inining idorasida o'tgan yil sentyabr oyida xususiy poliklinika ochilgan edi. Mana shu xususiy poliklinikamizda bungacha bir qancha bemorlarimiz davolanib, o'zlari sog'ayib ketdilar. Mana shu poliklinikamizda mana 2 kun bo'ldi, stomatologiya bo'limi ochildi. U yerda sifatli tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, rentgen apparatlari bilan xizmat ko'rsatib, mana nimalarga, bemorlarga xizmat ko'rsatmoqda. Mana bu yerda mana o'zimizning To'rtko'l tumanidan kelgan oliy toifali shifokorimiz Qurbonnazarov Sultonmurod Shernazorovich o'z ish faoliyatini boshladi. Assalomu alaykum. Shu Tozabog'mi? Tozabog' elida shu Jayxun klinikasi ochilgan. Shu klinikasida bugundan boshlab ish stomatologiya xalqimizga stomatologiya xizmatini ko'rsatish bo'yicha ish boshladik. Xudo xolasa, Alloh nasib etsa ishimizga rivoj dilayman. Bu klinikaning o'sishine nasina Alloh kuch-quvvat bersin. Xalqimizga shu dardine shifo bo'lsin, Xudoyim sog'lik bo'lsin. Bizning shu klinikamizning boshchisi o'zining xizmatlarini, ko'p xizmatlarini xalqqa singdirgan inson Farqatjon. Bizlarni qo'llab-quvvatlab, shu katta zdoniyani ochib, stomatologiya jihozlarini olib berib bizlarga shu xalqimizga xizmat qilsin deb ish faoliyatini boshladi, Xudo xolasa. Buning kelgusida ishlarini rivoj tilaymiz, Xudoyim. Klinikasina shu xalqimizdan ko'p olqishlar, sog' bo'lsinlar tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Ellikqal'a aholisi, yine Jayxun xususiy klinikamizda yangi stomatologiya sohasi bugundan boshlab ish boshladi. Halkımıza yakından yardım veriş maksadında uzakını yakın keselliklerine şifa veriş maksadında şöyle yine 4 yıldan gelgen Ali tayfalı şifakarımız Sultonmurod aka iş başladı. Xudo xolasa halka yaxshi yardım verip yakından yardım verişini, keselliklerine şifa verişini niyet kılıp şöyle bugünden iş başladı.